Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar diplomirованный vрач-urolog, xirurg, urolog va androlog va vrach ultrasoniy diagnostika Erkinjon Yuldashev. Hurmatli obunachilar, O'zbekistondagi, Tojikiston, Qirg'izistondagi bemorlarimizga, O'rta Osiyoda bemorlarimizga yana xushxabarni aytmoqchimiz. Biz 21-apreldan to 30-aprelgacha Toshkent shahrida o'sha Xmedsiz ona bilasiz klinikada o'zimizda qabul kunlarimizni va xirurgik, ya'ni operatsion kunlarimizni ochdik va bu kunlarda biz operatsiya va qabul kunlarimiz bo'ladi. Bizning joylarimiz juda cheklangan va kunimiz cheklangan. Bu safar 9 kun qildik. Shuning uchun shoshiling, o'sha joylar o'sha 5 kunga o'sha joylar to'lgan, qolgan kunlariga uspet qilishingiz mumkin. Va aytib o'tmoqchimanki, biz priyomlarda, operatsiyalarda qiladigan narsalarni ko'p biz bu yerda Moskvada qiladigan operatsiyalarni Toshkentda ko'plar qilmaydi va ko'p qiladigan bo'lsa ham o'sha yerdan bu yerdan doktorlarni olib borib qilishadi. O'shaning uchun sizlar uchun u sal qimmatroq tushishi mumkin. Nimaga desa, chunki u doktorga berish yo'llarni ham tushunamiz. Lekin biz o'zimiz o'sha operatsiyalarni shu yerda biladigan operatsiyalarni u yerda qilamiz va bu 2 barobar arzonroq tushadi. Albatta bu yerda biz sizlarga chin ko'ngildan to'g'ri yordam berishga harakat qilamiz va tajribamdagi 10 yillik tajribamni ishlatib sizlarga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Mana shu andrologiyadagi bo'lgan barcha operatsiyalar, varikosildan tortib tofal protezi, jins holatda o'sha implant qo'yishlik, tez bo'shanishlik, jinsiy zaiflik, demak jins holatni katta qilishlik, denervatsiya operatsiyasi, mikroteza, hamma barcha operatsiyalarki bor, biz hammasini qilamiz va buni biz Toshkentda sizlar uchun mana shunday qabul va operatsiya kunlarimizni ochganmiz. Qabulga yoziling, shoshiling, chunki biz 3 oyda bir marta bo'lamiz, bilasizlar. Va uspet qilmasligingiz mumkin. Shuning uchun mana bu yerda biz adresni yozib qo'yamiz va qabulimizga kelishingiz mumkin. Sizlar bilan Toshkentda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Assalomu alaykum hammaga. Sog' omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.